So'nggi manzilimiz Sayrob chinoriga ham yetib keldik. Aytishlaricha, Sayrob chinori taxminan 1000 yillik daraxt, tabiatning tirik afsonasi. Uning har bir yaprog'i tarix va o'tmish haqida bir parcha. Uning qarshisidagi hovuz esa o'z baliqlari bilan manzaraga o'zgacha go'zallik bag'ishlaydi. Shu soddalik yo'lga boramiz-da. Shu kontentga tekinashdan quruq qoldik. Ha, mayli-da. Bir kun shu kontentimiz rekka chiqib, kanalimiz kuchayib ketsa, shu tekinashda yeyish uchun ham boramiz. Barcha sayyohlar singari biz ham ushbu joyda o'z sayohatimizni yakunladik. Ertaga dars holiga yodimizga tushib, lekin uni dinov sari yo'lga otamiz.